To'xtab turibman. Oylik bugun tushdi. Ertaga borish ketamiz. Pulni yaxshi ko'rasizmi, pullimi? Pulli. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Kayfiyatlar juda ham zo'r. Shundaymi, yangi yil bor. O'zi yangi yilda qizlar ko'proq sovg'a olishni istashadimi, sovg'a berishdimi? Nima deb o'ylaysiz? Конечно, sovg'a olishi. Kimdan aynan? Farqi yo'q. Sovg'a bo'lsa bo'ldi. Kosmetika bo'lsa nima deysiz? Xuddi bo'lsa undan ham zo'r. Eclair mahsulotlarini eshitganmisiz? Tanishmi sizga? Marhamat, oling asalom. Sog' salomat bo'ling, yaxshi kunlarda ko'rishguncha. Kuningiz xayrli o'tsin. Balkim Eclair mahsulotlarini xohlarsiz. Eclair, tanishmi? Eclair brendi. Yoqadimi sizga? Yoqdimi? Ayni paytda sevgingiz xor qilib turmush o'rtog'ingizga mana shu sovg'a Eclair mahsulotlarini berib qo'yasiz. Eclair. Tanish so'zmi siz uchun? Tanish. Kraskalardan olib turamiz. Kraskalardan ishlatsangiz o'zingizga yoqadimi? Taassurotlaringiz qanday? Sifat qanday? Yaxshi, necha yildan beri oyim ham shundan ishlatadilar, biz ham ishlatib turamiz. Surpriz tariqasida ularga ulashasiz, faqat undan avval sizni yaxshi ko'raman deysiz va sovg'ani berasiz. Sizni yaxshi ko'raman. Sog' salomat bo'linglar, omon bo'linglar. Eclair mahsulotini hech eshitganmisiz? Qulog'ingizga tanishmi? Eshitganman. Yaxshi ko'rishingizni aytib qo'yasiz, albatta tabriklab ham qo'yasiz. Va ular uchun maxsus sovg'amiz ham bor. Bo'ldi. Nima qilamiz? Onajon, sizni yaxshi ko'raman. Rahmat. Men ham seni yaxshi ko'raman. Kelayotgan bayramlaringiz bilan tabriklayman, onajon. Onajoningiz xursand bo'lsalar, farzandlaringiz, yaqinlaringiz xursand bo'lsa, biz juda ham xursandmiz. Eclair mahsulotlarini ishlating. Ayollarimizni kayfiyatini nima ko'taradi? Nima deb o'ylaysiz? Sovg'a. Tanishmi sizga? Eclair kraskasini ishlatganman. Ishlatgansiz. Qaysi rangda aynan? Anaqa, korичневый. Yuzingiz uchun o'sha tozalovchi mahsulot. Zo'r. Zo'r. Yana bu nima? Bular ham kremli bo'lsa kerak. Bu yuzingiz uchun krem. Bu ham yuz uchun. O'sha qizlarim olib beradi. Aynan shu qishda yuz ko'p qurib ketadi-yu, shuning uchun ham aynan mana shu Eclairni namlantiruvchi kremlardan foydalansangiz, bu ayni muddao. Zo'r. Endi qarang-da, sizga mana bunisi nimasi? Shampunimi? Ha, hamma narsasi bor. Sizga yoqadi. Ayollarimizga eng asosiysi yoqadi, bilamiz. Demak, mana shu sovg'ani sizga beraman. Eclair mahsulotlarini ishlating. O'zi yoqar ekan. Rahmat sizga. Salomat bo'ling, yangilarni yaxshi bo'ling.